Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Mana qishloqdagi arilarimizni toqqa borib tashlaganimizga ham bir oycha vaqt bo'lib qoldi. Endi uyimizda ari qolmagandi. Mana Toshkentdagi arilarimizdan bo'lib yangi yoshiga olib, xudo xolasa joyladik. Bu yerga ham ozgina ari qo'ymasak bo'lmas ekan. Endi bularni bir ko'zdan kechirib qo'yamiz. Bu arilarimiz 3-4 ramkalik arilar hammasi. Toshkentda Nukleusda turgan yashiklardan olib kelganmiz. Bular ham urug'dagi arilar, xudo xolasa. Yangi 26 marka. Holati yaxshi, yomon emas. Lekin bularda mana ko'rib turganlaringdek ovqat qolmagan. Bu tomonda bor ekan mana. Bu tomonda mana ovqati bor ekan. Lekin shakar berishni davom ettiramiz bularga. Chunki urug'i pasayib ketadi. Urug' qo'yish pasayib ketadi. Shakar berib turmasak. Shuning uchun hozircha qiyom berishda davom etamiz. Mana urug' qo'yib yuribdi onasi. Kardavan matka. Urug' qo'yishini ham ko'rsatamiz. Mana. Ajoyib. Salqinda juda yaxshi urug' qo'yyapti. Qanoti kesilganmi uni? Yo'q. Kesilmagan, lekin qanotini kenayib qo'yibdimi? Yaqinlashtirsam kesilgandek ko'rinibdi. Yo'q, kesilmagan, yaxshi turibdi ekan qanot. Bu tomonni to'ldirgan bo'lsa kerak o'zi. Mana shu atrofda mana shu urug'ini bu yangi matka edi, yopibdi. Bu ikkinchi ramkasi. Birinchi ramkasini to'ldirgan ham bo'lsa kerak urug'ga. Hozir ko'rib qo'yamiz unisini ham. Stamiskamiz kattada qopdi. Bunisida ham mana ovqati bilan to'lamasin, shu arini holatiga qarab ona ari urug' qo'yadi. Ari ko'p bo'lmagani uchun ko'p urug' qo'yilmagan. Bu tomonni mana yopgan. Urug' qo'yilgan joyini piyaladek joyga qo'yibdi. Endi bu mana shu urug'lardan chiqsa yangi arilar shu bilan kuchayib ketadi bu oila ham kuzgacha, xudo xolasa. Bu arilar asal olish maqsadida emas, arini ko'paytirish maqsadida qilingan. Shuning uchun kuzgacha to'lsa ham ikkiga bo'lib qo'yamiz, kuzga o'tkazib.
bahorga 2-3tadan bo'lib chiqaveradi, xudo xolasa shu oilalarimiz. Bunisi 4tada o'tiribdi ekan. Do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Arini bo'lgandan keyin atotkalarni iloji boricha yangi yashiqqa solgan yaxshi. Chunki yangi yashiqda ari yaxshi ko'payar ekan, bu tajribadan o'tdi. 1, 2, 3, 4 yillik yashiqlarga solinsa ko'payishi ancha sekin bo'lar ekan, rivojlanishi sekinlashar ekan arilarni. Erkak arilar yo'qmi? Bitta bor ekan. Bor. Bahorgidek masal. Erkak ari qilyapti. Hozir buni ham ona arisini ko'rsatamiz. Qayerdadir shetda yurgan. Hozirgi birinchi oilaga nisbatan bu kuchliroq ekan. Yugurib yuribdi-yu bu. Yangi onami? Bilmasam shunaqa shekilli. Yugurib yuribdi hali. Lekin urug'dagi onalarni olgandim men. Bu o'zlari chiqardimikin boshqa? Yana bilmadim. Aqqa qo'yib turaveram. Buni yana bir ko'ramiz. Bombagi yo'q edi, lekin ko'zdan qochgan bo'lsa erkagi ko'payib ketgan ekan. Ombakdan chiqqan shekilli. Yo, bu to'g'ri, yangi chiqqan ari edi. Muhiddinnikidagi aridan-da bu. Demak, bu ona arimiz hali urchimabdi. Umid qilamiz shu kunlarda urchib tuxumga kiradi. Xudo xolasa. Shu holatda qo'yamiz. Ichkariroqda. Bu ona arimiz karniki ekan. Bunga kardavan matka berilganda qabul qilmagan. O'ldirib tashlashgan. O'zlari chiqarishdi. Keyin o'sha ona bu.